Aholini tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida Hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan amaliy ishlarga qo'l urilmoqda. Xususan viloyatimizning eng olis va chekka hududlarida ham bu boradagi ishlar uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Paxtachi tumanining 30% aholisi tabiiy gazga, 70% aholisi esa suyultirilgan gazga moslashtirilgan. Suyultirilgan gazga moslashtirilgan mahallalar 36 tadan iborat bo'lib, 29112 ta xonadonlar to'liq gaz ballonlari bilan ta'minlangan. Paxtachi tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan mazkur mahallalarga belgilangan reja asosida suyultirilgan gaz ta'minoti yetkazib berilyapti. Tumanning Dobusqala va Fay mahallalari ham suyultirilgan gazga moslashtirilgan bo'lib, 45-50 kunda gaz ballonlari bilan to'liq ta'minlanmoqda. Tumanda 42 ta asosiy suyultirilgan gazga moslashtirilgan mahallalar hamda 5 ta suyultirilgan gaz yetib bormaydigan tabiiy gazga moslashtirilgan hududlar mavjud. 2025-26 yillar kuz-qish mavsumiga hozirdan tayyorgarlik ko'rilyapti. Tumanda yangi ko'chib chiqayotgan oilalar hisobiga tumanda 500 ta yangi ballonlar berish rejalashtirilgan. Shu paytgacha biz 6 oy davomida 110 tasini suyultirilgan gaz ballon va kartalar bilan ta'minladik. Tumanda 208 ta gaz taqsimlash qurilmalari mavjud bo'lib, shundan 19 tasi yuqori bosimli, 189 ta o'rta bosimli gaz taqsimlash qurilmalarini tashkil qiladi. Tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 3 ta gaz taqsimlash qurilmasi mukammal ta'mirlandi. Chashma va Hayit Elbigi mahallalaridagi 2 dona yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmalari yangi va zamonaviy gaz taqsimlash qurilmalariga almashtirildi. Shuningdek, ayni vaqtda tumanning Gulobod mahallasi hududida joylashgan, uzoq yillar foydalanishda bo'lgan va hozirgi vaqtda manan eskirgan 2 kilometr yuqori bosimli yer osti gaz quvurlarini rekonstruksiya qilishga kirishildi. Gulobod mahallasidagi 2 kilometr polietilen yer osti o'rta bosimli gaz quvurlari yer ustiga olindi. Mahallaning Sayrga ko'chasi gaz liniyasi strukturasi buzilgan edi. Hozir kunga kelib gaz quvuri tortilyapti. Gaz hisoblagichlar tashqarilarga chiqib, o'rnatib beryapmiz zamonlar tuman gaz ta'minoti tomonidan. Narpay tumanida joylashgan Narpay tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 52 ta mahallalardagi 34316 ta iste'molchiga suyultirilgan gaz ballonlari muntazam yetkazib berilmoqda. Tumanning Bolg'ali mahallasida 888 ta xonadon bor. Bu yerda 2000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Har 45-50 kunda belgilangan tartib asosida ushbu xonadonlarga gaz ballonlari yetkazib berilmoqda. Ta'kidlash joizki, ballonlar gaz bilan to'ldirilganda ularning og'irligi maxsus tarozilar orqali tekshirilib, belgilangan me'yorda gaz bilan ta'minlanmoqda. Mahallalarimizda oralig'i 55-60 kunga chiqqan edi. Xatlov jarayonidan keyin hozir mana 45 kun, 40 kun shu masofada ishlab tarqatilyapti. Kuz-qish mavsumlariga ham tayyorgarlik ko'rganmiz. Mahallalarga hozir shaffoflik darajasida boryapti. Bir mahallaga 7-8 ta mashina bor, bir kunda tugatilib ketilyapti. Hozirgi kunda gaz ballonlarida sinov muddatlari 3 yildan 5 yilgacha bo'lib, shunda hozir 3 yillik sinov muddatlariga kelgan maishiy gaz ballonlarida ventillari o'z vaqtida almashtirilyapti. Sinovdan o'tkazilyapti 100% hammasi. Bundan tashqari, tumanning tabiiy gaz bilan ta'minlangan hududlarda gaz ta'minoti xodimlari tomonidan xonadonlardagi hisoblagichlarga regulyatorlar o'rnatish ishlari ham olib borilmoqda. Barcha olib borilayotgan chora-tadbirlar aholini ishonchli, xavfsiz va bir me'yorda gaz bilan ta'minlashga, eng muhimi ularning bugunidan rozi bo'lib yashashiga xizmat qilmoqda.